Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari va mehmonlari. Ushbu video darsligimiz oqsil biosintezi mavzusiga oid bo'ladi. Tayyor bo'lsangiz, darsimizni boshladik. Oqsil biosintezi DNKdagi nukleotidlarning ketma-ketligi asosida oqsil molekulalarining sintezlanishiga oid bo'lgan jarayonlarga aytiladi. Oqsil biosintezi o'z navbatida ikkita bosqichdan iborat bo'ladi. Bular transkripsiya va translyatsiya bosqichi. Birinchi ko'rib o'tadiganimiz bu transkripsiya bosqichi. Transkripsiya bosqichi bu hujayraning yadrosida kechadi. Agar organizm eukaryot organizm bo'lsa albatta. Demak, hujayraning yadrosida bilamizki DNK joylashgan. Agar DNKning bir zanjirdagi nukleotidlar ketma-ketligi mana shu tartibda bo'lsa, ikkinchi zanjir albatta unga komplementar bo'ladi. Ya'ni, masalan, adenin qarama-qarshisida timin yoki guanin qarama-qarshisida sitozin nukleotidi joylashgan tartibda DNKdagi nukleotidlar komplementar bo'ladi. Mana shu DNKning bir zanjiridan informatsion RNK molekulasi hosil bo'ladi. Mana shu informatsion RNKning hosil bo'lish jarayoniga transkripsiya deb ataladi. Bu jarayonda RNK polimeraza fermenti ishtirok etadi. DNKning bir zanjiri informatsion RNK uchun nusxa, ya'ni matrica vazifasini bajaradi. DNKning bir zanjiridan hosil bo'lgan informatsion RNK endi yadrodan sitoplazmaga chiqariladi. Shu bilan oqsil biosintezining birinchi bosqichi, ya'ni transkripsiya o'z nihoyasiga yetadi. Navbatdagi bosqich bu translyatsiya bosqichi. Translyatsiya bosqichi hujayra sitoplazmasida kechadi. Hosil bo'lgan informatsion RNK molekulasi ribosomalar bilan birgalikda kompleks hosil qiladi. Bizda yana bir RNKning bir turi transport RNK ishtirok etadi. Transport RNKsining vazifasi aktiv energiyasi hisobiga faollashgan aminokislotalarni oqsil biosintezi bo'layotgan jarayonga tashib keltirish vazifasini bajaradi. Masalan, metianin aminokislotasini ushbu transport RNK biriktirib oladi. Ya'ni akseptor qismi, ya'ni aminoatsil qismiga biriktirib olib, oqsil biosintezi bo'layotgan jarayonga olib keladi. Va bu yerda informatsion RNKdagi kodonlar bilan transport RNKdagi kodonlarning mosligi tekshiriladi. Albatta, kodonlar va antikodonlar bir-biriga mos kelgandan keyin transport RNK aminokislotalarni mana shu yerga tashlab ketadi. Va bizdan navbatdagi transport RNK, masalan, glisin aminokislotasini olib keladi. Va bu yerda ham kodon antikodonga mosligi tekshiriladi. Birinchi kelgan transport RNK esa o'zining aminokislotasini ikkinchi transport RNKga berib, o'zi navbatdagi aminokislotani olib kelish uchun ketadi. Endi ribosomalar siljiydi, ya'ni informatsion RNK zanjiri bo'lib ribosomalar siljiy boshlaydi. Va navbatdagi transport RNK keyingi aminokislotani tashib keltiradi. Bunda ham birinchi kelgan transport RNK keyingi transport RNKga aminokislotalarni berib, navbatdagi o'zining aminokislotasini olib kelish uchun ketadi. Va shu tartibda ribosomalar yana siljiydi, yana yangi transport RNK keladi va yana shu tarafda o'zining aminokislotasini berib, polipeptid zanjir ketma-ketlikda sintezlanib boradi. Va bu yerda oxirida, ya'ni informatsion RNKning oxirida bitta triplit aminokislotalarni kodlash jarayonida ishtirok etmaydi. Biz ularni ma'nosiz kodonlar deb atargan edik. Demak, ma'nosiz kodonlarga kelganda oqsil biosintezi o'z nihoyasiga yetadi va ribosomalar informatsion RNKdan ajraladi va mana shu tartibda oqsil biosintezi nihoyasiga yetadi. Bu yerda oxirgi triplitimiz aminokislotalarni kodlash jarayonida ishtirok etmaydi. Transport RNKlar soni, ya'ni xilma-xilligi 61 xil ko'rinishda bo'ladi. Chunki aminokislotalarni kodlovchi ma'noli kodonlarimiz ham 61 xil, demak unga mos antikodonlar ham 61 xil bo'lishi kerak. Demak, oqsil biosintezining translyatsiya, ya'ni ikkinchi bosqichi sitoplazmada o'z nihoyasiga yetadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi video darsliklarimizda ko'rishguncha xayr, sog'-salomat bo'ling. Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang, chunki Telegram kanalimizda mana shu mavzularga oid masalalar
yechimlari va masalalar berib boriladi.